Mana akalar, darsligimizning ikkinchi qismini ham boshlab oldik. Bu safar endi game objektlar va komponentlar haqida gaplashamiz. Game objektlar haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi har bir sahnadagi obyekt game objekt deb hisoblanadi. Main camera, directional light, global volume, cube nima bo'lishidan qat'iy nazar bu game object. Endi shu game objektni aynan nima ekanligi, nima ishlar qilishini bundagi komponentlar belgilab beradi. Har bitta game objektda o'chmas komponenti bor, ya'ni transform. Bu hamisha hammasida standart holatda bo'ladigani. Mana o'zingizlar ko'rib turganinglardek pozitsiyasi bor, obyekt qayerda turganligini bildiradi 3D olamda. Rotation aylanasi, scale hajmi. Shular orqali bemalol o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun mana o'tgan safar yaratgan kubimizga keladigan bo'lsak, mana position orqali mana o'zgartirishimiz mumkin. X o'qiga, Y o'qiga ham, Z ga ham, rotationda ham xuddi shu holat mana. Bu yerdan zo'r tarafi shuki, 90 deya olasizlarda bemalol 90 gradusga to'shni aylanadi. Y ga ham scale mana endi shaklni o'zgartirasizlar hajm orqali. Scale debda yaxshi narsa bor. Agarda umumiy hajmini teng kattaytirib kichraytirmoqchi bo'lsanglar, mana shuni bosib qo'yadigan bo'lsanglar, mana hammasi teng kattayib, teng kichrayadi. Har bir qiymat teng o'zgaryapti, mana ko'ryapsizlar. Yana buni qaytarib qo'ysak, alohidadan kattaytirib kichraytirishimiz mumkin. Shu o'rinda bitta narsani eslatmoq uchun aytib ketaman. Kanalni qo'llab-quvvatlash uchun, yana ham shunaqa videolarimizni ko'proq davomiy qilib chiqarish uchun istalgan summada donat qilishinglar mumkin. Donat qilish uchun pastga link qoldiraman, video pastiga tushib, istalgan summada bemalol qilishinglar mumkin. Xo'p, endi komponentlar. Kubga keladigan bo'lsak, transform bu aytdik, hammasida bo'ladigan komponent. Undan tashqari mana buni kubligini bildirib turadigan narsa, buni shaklini kub mana mesh filtri. Undan tashqari mesh renderer. Agar mesh rendererda o'chiradigan bo'lsak, kub ko'rinmay qoladi. Buni chizib berish uchun. Endi agarda biz buni tagidan olib tashlamoqchi bo'lsak, mana 3 nuqta turibdi. Shunga sichqonchaning chap tarafini bossak, har xil mana opsiyalar chiqadi. Bular orasidan remove komponentni bosadigan bo'lsak, tagi bilan u komponent yo'q bo'ladi. Kub bor, lekin uni vizual jihatdan ko'rsatib beradigan rendererni o'chirib tashladik. Endi mesh filtrni olib tashlasak ham xuddi shu narsa sodir bo'ladi. Chunki bu obyekt sahnada bo'lishi va ko'rinishi uchun uni shakli va chiziladigan ko'rinishi kerak bo'ladi bizga. Undan tashqari box collider obyektni yaratilgan shakliga qarab collider unga mos ravishda yaratiladi avtomatik. Mana kub yaratganimizda box collider qo'shildi, chunki bu kub. Box collider bu fizik to'qnashuv chegaralarini belgilab beradi. Ertagalar biz mana fizikalar bilan ishlaymiz, to'qnashuvlar bilan. Bu obyekt qanaqa shaklda, buni chegarasi, qirralari qayerda tugaydi, qayerda boshlanadi degan savolga mana shu collider javob beradi. Agarda colliderni o'chirsak, mana vizual jihatdan hech narsa bo'lmagandek ko'rinadi, faqat mana chekasidagi mana bu yashil chiziqcha o'chdi. Aynan shu yashil chiziqcha to'qnashuvning chegarasini belgilab beradi. Bu obyekt qanaqa shaklda ekanligini. Endi qaranglar. Maydan biz yangi obyekt yaratadigan bo'lsak, misol uchun sfera. Ko'rdinglarmi mana? Sferada ham xuddi shu sfera collideri bor. O'ziga mos collider. Kubda, boksida, sferada sfera. Bunda ham xuddi shu to'qnashuv shakli mana. O'chirsak mana xuddi o'sha xiralashadi, o'chadi, yoqsak yonadi. Bunda ham o'sha aytganimdek transform, mesh filter, mesh rendererlari alohida bor. Endi o'tgan safar ko'rganimizdek, mana obyektlarni bemalol harakatlantirishimiz mumkin. Bir ikkita горячий klavishlar, ya'ni hotkeylar haqida aytib o'tadigan bo'lsam, juda foydalilari bor. Aytaylik, obyekt teparoqda turibdi. Sizlar shuni mana shu yuzaga olib tushmoqchisizlar. Shu paytda mana bunday qilib olib tushganinglarda ancha vaqtinglar ketishi mumkin. Shuning o'rniga control bilan shift bosib tursanglar qo'yvermasdan, mana bu shakl to'rtburchak holatga o'tadi, ko'rdinglarmi? Mana shu holatdan control shift bosib turganlar shu holatga o'tadi. Endi xuddi shu markazdagi joydan ushab, shunday olib borsanglar yuzaga avtomatik snap bo'ladi, ya'ni yuzaga yopishadi. Shu orqali mana surishimiz mumkin atrofga. Yuzalar bo'yicha aniq joylashtirish uchun juda zo'r narsa bu. Mana endi buni o'chirib tashlagan bo'ladi. Endi qaranglar. Kubning ichida yana komponentlar qo'shishimiz mumkin. Mana add component tugmasi orqali mana buni navmeshda o'chirib tashlasak mana juda ko'p komponentlar bor bu yerda. Ba'zilarini umuman ishlatmasdan o'tib ketish ham mumkin.
Qaranglar, audioni ichida mana audioga doir narsalar bor. Effekt ichida effektga. Hammasini ishlatamiz ekan deb qo'yib ketishda umuman hojati yo'q. Bularda juda ko'pi ishlatilmaydi umuman. Kerakli komponentlar nomini bilib olganinglardan keyin ishlatib miyanglarga o'sha joylashib qolgandan keyin oson bo'lib qoladiki, shu yerga komponent nomini yozganinglarda harf orqali chiqib kelishni boshlaydi. Misol uchun, aytaylik biz triggerni mana remove qilib tashadik. Endi kelajakda biz xuddiki bu qutimiz bilan yana bir nimadir to'qnashish kerak. To'qnashuv chegarasini, fizik to'qnashuv chegarasini belgilashimiz uchun yana box trigger kerak bizga. Collider, uzr. Endi shu add komponentga kirib box deyishimizga collider chiqib keladi mana. E'tibor bersanglar, bittasi oddiy, bittasi 2D. Bu o'z nomi bilan 2D o'yinlar qilayotgan paytinglarda ishlatiladi. Bizga hozir umuman 2D kerak yo'q, faqat 3D bilan shug'ullanamiz. Yoki bo'lmasam box deganlarda mana box collider chiqdi. Agarda collider deydigan bo'lsanglar, hamma colliderlar chiqadi. Qanaqa collider bo'lsa hammasi chiqadi. Mana box, kapsula, edge, palon-piston, xullas juda ko'p. Hatto mana g'ildiraydigan collider ham bor. Kerakli komponentlarni ishlatganlar sari u xotiraga joylashib ketadi. Uni hech ham qo'rqinchli joyi yo'q. Box colliderni qo'yamiz mana. Box joyiga tushdi yana.